qo'rqaman. Videoyim ko'rib qolsam, komment kirishga qo'rqaman. Kirsam, hayotida tashaqqa erishmagan bitta bich mashincha so'katda. U o'zi hayotida eng og'ir ko'tarib narsasi o'zini tashaqi bo'ladi u bolachani. U og'zidan bila haligi sut ketmaganda, sut ko'tidan garshok izi ketmaganda, lekin shunaqa fikr bildiradiki, u bilmayman u fikrlar qattiqlar kechasi bilan o'ylab topadimi u fikrni. Shu yozadi haligini o'qib, anaqada yuraging ushlab qoladi dedi. Infarkt, insult, любой paytda man shunaqaman. Mana o'zing ishqolanish. Man 40 yil yashab shodman. O'ytadi. Bittasi yozsa mayli, ikkinchisi yozsa, hamma shularni yozdi. Deb odam mazasi bo'lmay qoladi. Shuning uchun sal insof bilan, iymon bilan, g'ar bo'l, o'g'ri bo'l, insofli bo'l deydi-ku. Insofli bo'linglar. U videoni o'g'irlasanglar ham va azzaki bo'ladi. Bu o'zi ko'rmas videolar qilib turadi. Hamma 75% aholi kreditga botgan holatda g'am, g'ussa, yarimini xotini bermagan, yarimini eri bermagan, hamma siqilib yurganda, hatto shu odam jonli efirlarda bizni kuldirib o'tiradigan bu xalqi dushmani emas, bu xalqi do'sti bo'ladi. Ora-orada yaxshiliklar qiladi, motivatsiyalar beradi, kuldiradi, o'ldiradi. O'zi sharmanda bo'lsa ham bizni kuldiradi deb bundoq bir odamni yonini olib video qilinglar. Bir balolar qilib haligini umuman Instagramga kirmaydigan qilib olmanglar. Sal uyalinglar. Sal odam uyalish kerak turgan ishidan-da. Mas'uliyatga aniq qilinglar.